Salom aziz savdogarlar. Loyiha aloqada Guru Markets. Korporatsiya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaylik. Agar xohlasangiz, siz to'xtashingiz mumkin. Biz o'rganilayotgan tashkilotning har bir ko'rsatkichini diqqat bilan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Biz kompaniyaning asosiy fundamental ko'rsatkichlarini solishtiramiz: Shopify Int, Tchker, SHOP. Ushbu sharh 2025 yil 25 mart holatidagi ma'lumotlar asosida yaratilgan. Tasnifiga ko'ra Guru Markets kompaniya Shopify Int pastki toifaga kiradi. Soft internet tahlilda 39 ta tashkilot ishtirok etadi. Bu juda vakillik. Ushbu videoning oxirida yakuniy yechimlarni toping. Ko'rib chiqilayotgan kompaniya uchun umumiy natija quyidagicha: 10 balldan 2-5 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 2-7 ball. Agar kengroq qarasangiz, umuman AQSh bozorida. AQSh fond bozori uchun jami o'rtacha natija 1.9 punkt ekanligini ko'rishingiz mumkin. Uchun 2-5 ballga qarshi Shopify Int. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish Shopify Int va kichik toifadagi aksiyalar. Ko'rishimiz mumkinki, kompaniyaning aksiyalari 12 oy ichida Shopify Int 34% dinamikani ko'rsatdi. 27.8% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Bu hech narsani aniq ko'rsatmaydi, lekin bu haqiqatni yodda tutish kerak. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Shopify Int 141.53 milliard dollarni tashkil etadi. 239 milliard dollarlik kichik toifadagi bozor kapitallashuvi bilan. Shopify Int ulushi 59.279% ni tashkil etadi va kichik toifaning asosiy yetakchisi hisoblanadi. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 10.82 milliard. Kichik toifadagi balans kapitallashuvi 40 milliard. Shopify Int 26.937% ulushini tashkil etadi. Bozor va balans qiymatining egallagan aksiyalarni taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Baham ko'ring. Shopify Int bozor kapitallashuvini baholashda kichik toifadagi 59.279% ni tashkil etadi. Balans qiymati 26.937% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 55% ga kam. Kichik toifadagi bozor va balans kapitallashuvining tashkilot ulushini baholash: yomon -1 ball. Tahlil qilingan kompaniyaning qarzlari 1.82 milliard. Balans qiymatiga nisbatan moliyaviy majburiyatlar o'z kapitalining 10% ga teng. Kompaniyaning qarz darajasiga qarab ball: yaxshi 1 ball. Kompaniyaning bozor qiymatining uning foydasiga nisbati 71. 106.9 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 34% ga past. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kompaniyaning bozor qiymatini uning foydasiga baholash: yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oylik foyda 2019 yilni tashkil etdi. Kelgusi 12 oylik kelajakdagi daromadlar taxminiy ravishda 2.387 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Bu joriy ko'rsatkichdan 18.2% ga ko'pdir. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda taxminiy kelajakdagi foydani baholash: yaxshi 5 ball. Kompaniyaning narx sotish nisbati 15.9 ni tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 6.8 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagiga nisbatan 134% ga yuqori. Kompaniyaning bozor qiymatini uning daromadiga kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda baholash: yomon -1 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 880 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun forward daromadi 500 million dollar bo'lishi kutilmoqda.
Bu hozirgi ko'rsatkichdan 18% ga ko'pdir. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda taxminiy kelajakdagi sotish ko'rsatkichini baholash yaxshi, 5 ball. Marja 22,7% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 6,4% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 16,3% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda savdo marjasini baholash yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 12,465% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 376% ga kam. Va bu kompaniya aksiyalari narxidagi nomutanosiblikni ko'rsatadi. Shopify Inc. katta ehtimol bilan qayta baholash tomon. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $17,469 ming ga teng. Kichik turkumda esa $3,673 ming bor. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va tashkilot faoliyati o'rtasidagi farq 375,6% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitali hajmini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash bardoshli, ball. Yakka tartibdagi xodimga to'g'ri keladigan foyda miqdori $249,3 ming ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha $34,4 ming ni tashkil etadi. Va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ishlashi o'rtasidagi farq 625% ni tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda har bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash yaxshi, 5 ball. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan daromad $1,906 ming ni tashkil etadi. Kichik turkumda $537 ming. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 104% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan daromadlar hajmini baholash yaxshi, 5 ball. Qisqa aksiyalar 1,3% ga to'g'ri keldi. Kichik toifa uchun o'rtacha 2,7% ni tashkil etdi. Bu mumkin bo'lgan qisqa siqish xavfining ko'rsatkichidir. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 55% darajasini ko'rsatadi. Shopify Inc. Pastki turkumda RSI darajasi 14 taxminan 52% ni tashkil qiladi. Potensial bo'lsa, kichik toifadagi aksiyalar bilan taxminan bir xil baholanadi. Shopify Inc. Kompaniya aksiyalarining joriy bahosi taxminan $109 ni tashkil etadi. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi taxminan $133 ni tashkil qiladi. Haqiqiy narx dinamikasi va konsensus prognozi taxminan 22% ni tashkil qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvalini ko'rib chiqaylik. Havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ushbu mavsumda aksiyalarni baholash axborot tizimi tomonidan qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va bepul. Boklangan izohda havola. Kompaniya aksiyalarini baholash asosida Shopify Inc. Aksiyalarni baholash uchun axborot ma'lumotnoma tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilindi. Buyurtmani ochmang, chunki video umumiy ko'rinishdir. Oxirigacha tomosha qilganingiz va axborot ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun tomoshabinlarga katta rahmat. Guru Markets. Siz haqiqatan ham butun sayyoradagi eng zo'r tomoshabinsiz.